Yoz faslida ko'p ayollarimiz muolaja olish mumkin emas, kuydirib qo'yasan, dog' tushirib qo'yasan degan qo'rquvligi bor. Bu gapga men umuman qo'shilmayman. Aksincha, teri suvsizlanishi, teri sinishi, terining sifati tushishi aynan yoz faslida bo'lib o'tadi. Shu sabab to'g'ri parvarish, to'g'ri oziqa berish, to'g'ri himoya qilish juda ham zarur. Bu biorevitalizant, ya'ni terimizga oziqa beramiz, pitaniya beramiz, terini to'g'ri namlantiramiz va shuni hisobiga terining immuniteti ko'tariladi. Kollagen elastinlari yaxshi ishlashini hisobiga yuz o'zini o'zi tiklaydi, himoya qatlam yaratadi. Bu botoks terining sifatini ko'taradi, ajinlarni yoyadi, spazmlarni oladi. Bu gipergidroz muolajasi qo'ltiq ostining terlashi, noxush hidli kelishi, ayniqsa yoz faslida ko'planib bu narsa qiynaydi va bunga eng to'g'ri yechim bu muolajamiz hisoblanadi. Bu faslda eng zaruri bu uy uhudi hisoblanadi. Uy uhudimizdagi diqqatimizdan qarab, SPF'lardan, keriylik kremlardan, masочkalardan ko'proq foydalanishlarini tavsiya beraman.